Ayolingizni peshonasidan o'pishni odat qilinglar. Ishoninglar, ko'p narsalar o'zgarib ketadi. Ayolingiz guldek ochilib, quyoshdek charaqlay boshlaydi. Charchoqlari chiqadi, asablari joyiga qaytadi, energiyasi o'ziga qaytadi, energichniy ayolga aylanadi masalan. Va men ishonaman, hatto bu paytda ayol kasal bo'lsa ham tezda tuzala boshlaydi. Bittagina peshonasidan o'pish. Misol uchun deylik, siz kechqurun ishdan qaytdingiz. Yoki bo'lmasa ishga ketyapsiz. Kiyimingizni almashtirayotgan paytda oynani oldida ayolingiz keldi yoki o'zingiz chaqirdingizda, ayolingizni peshonasidan o'pdingiz va bag'ringizga bosib bir necha soniya qo'lingizni kaftini ayolingizni boshini orqa qismiga qo'yib, masalan, mana shu holatda bu ehtirosli mavzu emas. Ehtiros haqida bu yerda gap bo'lmayapti. Bu umuman boshqa narsa. Agar oramizda kimdir bilsa, psixologlar bo'lsa, yozib qo'yinglar, bu nimaligini men bilmayman. Ayollar, bu paytda sizlar nima his qilasizlar, yozib qo'yinglar. Erkaklarga bu narsa dars bo'lsin. Lekin ishoninglar, bu oiladagi muhitni juda ham yaxshi tomonga o'zgartiradi. Farzandlar bilan, qaynota, qaynona bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshi tomonga o'zgartiradi. Aytganimizdek, guldek ochilib, quyoshdek porlaydi. Bu erkaklarga albatta yoqadi.